Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab pul to'lovlari, nafaqa, pensiya yoki ijtimoiy yordam bo'yicha har biriga 200 ming so'mdan qo'shiladimi degan savol ko'pchilikni o'ylantiryapti. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap faqat pensionerlar haqida emas, kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar va ish staji bo'yicha qayta hisob-kitob kutayotgan odamlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Men hozir bu masalani oddiy tilda, chalkashtirmasdan tushuntiraman. Kim ko'proq olishi mumkin? Kim kutmasligi kerak? Qayerda xato tushuncha bor? Hujjatlarni qanday tekshirish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga amalda nima qilish kerakligini, qaysi idoraga borish, qanday ariza yozish va qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib bo'lsa, odam puldan, imtiyozdan va huquqidan ayrilmaydi. Avvalo, eng katta savoldan boshlayman. 1.200 ming so'm hammaga bir xil beriladimi? Men buni aniq aytaman. Odatda bunday xabarlarda eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan joy aynan shu bo'ladi. Har biriga 1.200 ming so'mdan degan gap ko'pincha hamma fuqaroga bir martalik pul tarqatiladi degani emas. Bu ayrim toifadagi fuqarolar uchun belgilangan yangi miqdor. Qo'shimcha to'lov, kompensatsiya. Indeksatsiya natijasida oshgan summa yoki oilaning umumiy oladigan yordami bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda odamlar pensiya yoki nafaqani eski hisob-kitob asosida olardi. Masalan, kimdir mehnat staji bo'yicha pensiya oladi, kimdir nogironlik nafaqasi oladi, kimdir bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladi. Har bir to'lov alohida mezon asosida belgilanadi. Ya'ni bir odamning oladigan puli uning yoshi, ish staji, rasmiy daromadi, oiladagi odamlar soni, bolalar soni, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati va ro'yxatdagi ma'lumotlarga bog'liq. 15 avgustdan boshlab ayrim to'lovlar bo'yicha yangi tartib yoki yangi miqdorlar qo'llanilishi mumkin. Bunda eng muhim narsa shuki, odamlar menga ham avtomatik tushadi deb kutib o'tirmasligi kerak. Chunki ba'zi to'lovlar avtomatik qayta hisoblanadi. Ba'zilarida esa fuqaro ariza berishi, hujjatini yangilash yoki ma'lumotlar bazasidagi xatoni to'g'rilash kerak bo'ladi. Men ko'p ko'rgan holat shunday, odam haqli bo'ladi. Lekin tizimda uning ish staji to'liq ko'rinmaydi. Yoki oilada bola bor, lekin ro'yxatda yashash manzili boshqa ko'rsatilgan bo'ladi. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, ammo ma'lumot tegishli bazaga vaqtida tushmagan bo'ladi. Natijada odam qaror chiqdi, lekin menga pul kelmadi deb hayron qoladi. Aslida muammo qarorda emas, hujjat va bazadagi ma'lumotda bo'lishi mumkin. Endi kimlar eng ko'p olishi mumkin? Shuni batafsil ko'rib chiqaman. Birinchi toifa bu pensiya oluvchilar. Ayniqsa ish staji ko'p bo'lgan, oyligi rasmiy hisoblangan. Pensiya hisoblashda barcha yillari inobatga olinishi kerak bo'lgan fuqarolar. Agar qayta hisoblashda oldin kiritilmagan ish staji topilsa, pensiya sezilarli oshishi mumkin. Masalan, bir otaxon 28 yil ish staji bilan pensiya olayotgan bo'lsa, lekin arxivdan yana 5 yil rasmiy ish staji chiqsa, uning pensiyasi qayta hisoblanadi. Bu qo'shimcha oyga 1 ming. 100 ming yoki ayrim holatlarda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma uchun avtomatik 1200 ming so'm qo'shiladi degani emas. Ikkinchi toifa bu nogironligi bo'lgan fuqarolar. Bu yerda ham to'lov miqdori nogironlik guruhi, mehnat faoliyati, parvarishga muhtojlik holati va boshqa imtiyozlarga bog'liq. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro parvarishga muhtoj bo'lsa, unga asosiy nafaqadan tashqari qo'shimcha yordam, dori-darmon, protez ortopediya buyumlari yoki boshqa turdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari belgilanadigan holatlar bo'ladi. Shu sababli 1.200 ming so'm ayrim hollarda bitta to'lov emas, bir nechta to'lovlar yig'indisi sifatida ko'rinishi mumkin. Uchinchi toifa bu boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ayniqsa oilada voyaga yetmagan bir nechta bola bo'lsa, umumiy to'lov miqdori ko'proq bo'lishi mumkin. Masalan, onasi 2 nafar farzand bilan qolgan, otasi vafot etgan. Agar bolalar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa yoki pensiya olish huquqiga ega bo'lsa, har bir bola bo'yicha alohida ulush hisoblanadi. Bu yerda ham har biriga degan so'z odamlarni chalg'itishi mumkin. Chunki har bir fuqaro emas, balki huquqi bor har bir bola, har bir nafaqa oluvchi yoki har bir belgilangan toifa nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. 4-toifa bu ham ta'minlangan va bolali oilalar.
bu masalada ko'pchilik bir narsani unutadi. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oilaviy daromadi tarkibi, yashash sharoiti, mulkiy holati va ma'lumotlar bazasidagi ko'rsatkichlar asosida belgilanadi. Masalan, bir oilada 3 nafar bola bor. Ota rasmiy ishlamaydi. Ona uyda bolalarga qaraydi. Agar oilaning daromadi belgilangan mezondan past bo'lsa, yordam tayinlanishi mumkin. Lekin boshqa bir oilada ham 3 bola bor. Ota onaning rasmiy daromadi yuqori, nomida avtomobil yoki qo'shimcha mulk bor. Bunday holatda yordam rad etilishi mumkin. 5-toifa bu ijtimoiy daftarlar orqali yordam oladiganlar. Temir daftar, ayollar daftari. Yoshlar daftari kabi ro'yxatlarga kiritilgan fuqarolar ayrim hollarda bir martalik yordam, kasbiy o'qitish, davolanish, uy-joy sharoitini yaxshilash, kontrakt to'lovi yoki boshqa yo'nalishlarda qo'llab-quvvatlanadi. Bu ham pul shaklida berilishi mumkin. Lekin har doim ham naqd yoki karta orqali tushadigan 1.200 ming so'm bo'lavermaydi. Ba'zan yordam xizmat ko'rinishida beriladi. Masalan, davolanish xarajatini qoplash, asbob uskunalar olib berish yoki o'qish xarajatining bir qismini to'lash. Endi real hayotiy misol keltiraman. Birinchi misol 67 yoshli pensioner ayol 1.50 million so'm pensiya oladi. Uning 25 yillik ish staji bor. Lekin 1990 yillardagi 4 yillik ish staji hujjati to'liq ko'rinmagan. U arxivdan ma'lumotnoma olib keldi. Pensiya jamg'armasi qayta hisob qildi. Natijada pensiyasi 1.2 million so'mdan 1.2 million so'mga oshdi. Bu yerda odamlar 20-200 ming berildi deb o'ylashi mumkin. Aslida uning pensiyasi yangi hisob-kitobdan keyin shu miqdorga yaqinlashdi. Ikkinchi misol. 3 farzandli kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasi olish uchun ariza berdi. Oilaning daromadi past, bolalarning yoshi mos, ro'yxatdagi ma'lumotlar to'g'ri, ularga oyma-oy nafaqa tayinlandi. Agar oilada bir nechta bola bo'lsa, jami yordam miqdori 1.200 ming so'mga yaqin yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir bolaga alohida 1.200 ming so'm degani emas. Bu umumiy hisob bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro oldin faqat asosiy nafaqa olgan. Keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan. Parvarishga ehtiyoj borligi tasdiqlangan. Shundan keyin unga qo'shimcha to'lov yoki xizmatlar belgilangan. Uning oilasi oy oxirida oldingidan ancha ko'p tushdi deb ko'radi. Bu ham qaror va hujjat to'g'ri yuritilgan natijasidir. 4-misol. Boquvchisini yo'qotgan oilada 3 nafar voyaga yetmagan bola bor. Har bir bola bo'yicha ulush hisoblanadi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, umumiy to'lov boshqa oilalarnikiga qaraganda yuqori bo'lishi tabiiy. Chunki davlat bunday holatda bitta odamni emas, 3 bolaning ehtiyojini hisobga oladi. Endi eng muhim nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik joy. Pul tushmasa, demak sizga tegishli emas deb xulosa qilishga shoshilmang. Ba'zan to'lovning kechikishi bank kartasi, hisob raqami, pasport ma'lumotlari, yashash manzili yoki tizimdagi texnik yangilanish bilan bog'liq bo'ladi. Ayniqsa karta muddati tugagan, plastik karta bloklangan. Bankdagi ism, familiya, pasportdagi yozuv bilan to'liq mos kelmagan holatlarda pul qaytib ketishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Ikkinchi nozik joy, ariza bermagan odam ayrim yordamlarni olmaydi. Ba'zi pensiya oshirilishi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar va ijtimoiy daftarlardagi yordamlar uchun fuqaroning murojaati talab qilinadi. Men shuni doim aytaman. Huquqingiz bo'lsa ham, tizim sizning niyatingizni bilmaydi. Ariza, hujjat va tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, yordam tayinlanmasligi mumkin. Uchinchi nozik joy, oilaning daromadi noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Masalan, odam allaqachon ishdan bo'shagan, lekin bazada hali ham daromad olayotgandek chiqadi. Yoki vaqtinchalik ishlagan daromadi bir oyda yuqori ko'rinib, keyingi oyda yordam rad etiladi. Bunday vaziyatda tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma olib, real holatni tushuntirish kerak. Oddiy qilib aytsam, tizimdagi raqam hayotingizdagi haqiqiy vaziyatga mos kelmasa, uni to'g'rilatish kerak. 4-nozik joy. Propiska va haqiqiy yashash joyi. Ko'p oilalarda bolalar bir joyda ro'yxatda, ota-ona boshqa joyda, amalda esa yana boshqa tumanda yashaydi. Nafaqa yoki yordam tayinlanayotganda oilaning tarkibi va yashash manzili juda muhim. Masalan, bola buvisining uyida ro'yxatda tursa, tizim oilani boshqacha ko'rishi mumkin. Shuning uchun hujjatlardagi manzil va oilaviy tarkibni tekshirish zarur. 5-nozik joy, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi odamlar kartaga pul tushishi bilan
darhol yechib olinayotgandan shikoyat qiladi. Sababi aliment, kredit, jarima yoki ijro varaqasi bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlari ushlab qolinmasligi kerak bo'lgan holatlar bor, lekin amaliyotda bank yoki ijro tizimida chalkashlik bo'lishi mumkin. Agar ijtimoiy nafaqangizdan noqonuniy ushlab qolinyapti deb hisoblasangiz, bankdan ko'chirma oling. Majburiy ijro byurosiga yozma murojaat qiling va to'lov turi ijtimoiy yordam ekanini tasdiqlang. 6. nozik joy. Qo'shiladi va tayinlanadi degan so'zlar bir xil emas. Qo'shiladi degani oldingi pulingiz ustiga qo'shimcha miqdor qo'shilishi mumkin. Tayinlanadi degani esa sizga yangi to'lov turi beriladi. Qayta hisoblanadi degani eski miqdor yangidan hisob-kitob qilinadi. Kompensatsiya qilinadi degani ma'lum xarajat qoplab beriladi. Mana shu so'zlarni farqlamaslik odamlarni noto'g'ri xulosaga olib keladi. 7. nozik joy. Hamma yangilik ham darhol karta hisobiga tushmaydi. Ba'zan qaror 25 avgustdan kuchga kiradi. Lekin amaliy to'lov keyingi oyda yoki qayta hisob-kitobdan keyin amalga oshiriladi. Masalan, avgust oyining oxirida kuchga kirgan o'zgarish sentyabr to'lovida aks etishi mumkin. Ba'zan esa avgustning qolgan kunlari uchun proporsional hisoblanadi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa vahima qilish kerak emas. Lekin tekshiruvni kechiktirmaslik kerak. Kimlar xavotir olishi kerak? Menimcha, birinchi navbatda hujjatlari eski bo'lganlar. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, lekin bank va idoralarda eski ma'lumot qolgan bo'lsa, tekshirib chiqing. Ikkinchidan, ish staji to'liq hisoblanmagan pensionerlar. Uchinchidan, oilaviy tarkibida o'zgarish bo'lganlar, bola tug'ilgan, nikoh bekor qilingan, boquvchi vafot etgan, farzand bo'yindagi yoshga to'lgan yoki talaba bo'lgan. To'rtinchidan, nogironlik muddati tugashiga yaqinlashgan yoki yaqinda qayta ko'rikdan o'tgan fuqarolar. Beshinchidan, kam ta'minlangan oila sifatida yordam kutayotganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning to'lovingiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa va sizga tegishli toifa bo'yicha avtomatik indeksatsiya belgilangan bo'lsa, katta ehtimol bilan alohida yugurishingiz shart bo'lmaydi. Lekin men baribir bir marta tekshirishni maslahat beraman. Chunki bitta xato raqam yoki eski ma'lumot odamni bir necha oy sarson qilishi mumkin. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Pensionermisiz, nogironlik nafaqasi olasizmi? Bolalar nafaqasi kerakmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov bormi yoki moddiy yordam so'rayapsizmi? Toifa aniq bo'lmasa, qaysi idoraga murojaat qilishni ham bilmay qolasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda ID karta yoki pasport, JSSHIR bank karta rekvizitlari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchi vafot etgan bo'lsa o'lim guvohnomasi, ish staji bo'yicha mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin asosiy hujjatlar shular. Uchinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahallaga boring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. My.gov uz orqali xizmatlarni ko'ring. 1001 ko'rtagisi yoki tegishli ishonch telefonlari orqali maslahat oling. Men sizga faqat ijtimoiy tarmoqlardagi sarlavhaga ishonib qaror qilmaslikni maslahat beraman. Chunki 20-200 ming so'm beriladi degan xabar ostida ko'pincha kimga, qaysi shart bilan, qachondan, qanday tartibda degan eng muhim savollar yozilmaydi. 4-qadam, ariza yozganda umumiy gap yozmang. Masalan, menga yordam bering deyish yetarli emas. Arizada aniq yozing. Mening pensiyamni ish stajim bo'yicha qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Bolalar nafaqasi tayinlashni so'rayman. Nogironlik bo'yicha to'lovimni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini tayinlashni so'rayman. Aniq murojaat tezroq ko'rib chiqiladi. 5-qadam, har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa yoki ro'yxat oling. Agar idoraga qog'oz hujjat topshirsangiz, qabul qilingan sanani yozdiring. Agar onlayn yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Keyin hujjat kelmagan yoki ariza topilmadi degan vaziyat bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, rad javobi kelsa, sababini yozma oling. Og'zaki sizga tegishli emas degan javob bilan to'xtamang. Yozma rad javobida aynan qaysi mezon bo'yicha rad etilgani ko'rsatiladi. Masalan, daromad yuqori chiqqan, hujjat yetishmagan, bola yoshi mos kelmagan, oilaviy tarkib noto'g'ri ko'ringan yoki boshqa sababni bilsangiz, xatoni tuzatish mumkin.
qadam bank hisobingizni tekshiring. Karta faolmi? Muddati tugamaganmi? Ism, familiya mosmi? Hisob raqam bloklanmaganmi? Ijro hujjati bormi? Shularni bankdan so'rang. Ko'p odamlar idorani ayblaydi. Aslida pul bankda qaytib qolgan yoki karta muammosi sabab tushmagan bo'ladi. 8-qadam. Ish staji bo'yicha alohida harakat qiling. Agar pensiyangiz kam chiqayotganini sezsangiz, eski ish joylaringiz, arxivlar, tashkilotlar, vorislar orqali ma'lumot yig'ing. Masalan, sovxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkiloti yoki boshqa joylarda ishlagan bo'lsangiz, ularning arxiv hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Bir necha yil staj topilishi pensiyangizga uzoq muddat ta'sir qiladi. Bu bir martalik pul emas. Har oy olinadigan daromadingiz oshishi degani. 9-qadam. Oiladagi o'zgarishlarni yashirmang. Agar daromad oshgan bo'lsa, bola 17 yoshga to'lgan bo'lsa, nikoh holati o'zgargan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, bularni vaqtida bildirish kerak. Aks holda keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Bu juda og'ir holat, chunki odam pulni sarflab bo'lgandan keyin qarzdor bo'lib qoladi. 10-qadam. Aldovlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta raqamingizning maxfiy kodini, SMS kodni, bank ilovasi, parolini bermang. 1.200.000 so'm olib beraman. Oldindan xizmat haqi yuboring degan gaplarga ishonmang. Rasmiy to'lov olish uchun hech kim sizdan karta parolini so'ramaydi. Agar yordam tayinlash qonuniy bo'lsa, bu rasmiy ariza va hujjat orqali amalga oshadi. Yashirin to'lov orqali emas. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Eng ko'p oladiganlar odatda shunchaki kutib o'tirganlar emas. Hujjati to'liq, toifasi aniq, arizasi to'g'ri, ma'lumoti bazada mos bo'lgan fuqarolardir. Masalan, ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin birining staji to'liq kiritilgan, ikkinchisining staji yo'qolgan. Natijada biri ko'proq oladi, ikkinchisi kam oladi. Yoki ikki oila bir xil bolalar soniga ega bo'lishi mumkin. Lekin birining daromadi mezondan past, ikkinchisining nomida qo'shimcha mulk bor. Natija boshqa bo'ladi. Shuning uchun 25 avgustdan keyingi o'zgarishlarni shunday tushunish kerak. Bu sana yangi hisob-kitob, yangi tartib yoki yangi to'lovlar boshlanishi mumkin bo'lgan nuqta. Lekin sizga aynan qancha pul tegishini faqat sizning shaxsiy holatingiz hal qiladi. Kimdir 100.000 so'm ko'proq oladi, kimdir 300.000 so'm ko'proq oladi. Kimdir jami hisobda 1.200.000 so'm atrofida yordam oladi. Kimdir esa mezonga tushmagani uchun umuman olmaydi. Bu adolatsizlik emas, bu mezonlar farqi. Xulosa qilib aytaman. Har biriga 1.200.000 so'mdan degan gapni hammaga bir xil pul tarqatiladi deb tushunmang. Eng muhim savol: siz qaysi toifadasiz? Hujjatlaringiz to'g'rimi? Ariza kerakmi yoki to'lov avtomatik qayta hisoblanadimi? 25 avgustdan keyin kim eng ko'p oladi degan savolga javob shuki, huquqi bor, hujjati to'liq, oilaviy va daromad ma'lumotlari aniq, pensiya yoki nafaqa hisob-kitobi to'g'ri yuritilgan fuqarolar ko'proq olishi mumkin. Bugunoq pasport ma'lumotlaringizni, bank kartangizni, ish stajingizni, oilaviy tarkibingizni va mavjud nafaqangizni tekshiring. Kerak bo'lsa mahallaga, pensiya jamg'armasiga yoki my.gov.uz orqali rasmiy murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanmay, ariza raqamini va yozma javobni oling. Sizningcha bunday to'lovlar kimlarga birinchi navbatda berilishi kerak? Pensionerlargami, nogironligi bo'lgan fuqarolargami, bolali oilalargami yoki boquvchisini yo'qotgan oilalargami? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.